juda ham o'tkir hidlarni bilmay qolishingiz 3 ta asosiy sabab. Birinchi sabab bu virusli infeksiyalar. Gripp va hozirgi kundagi ko'p uchrayotgan Covidli infeksiyalar. Bular burun shilliq qavatlarini shiradi va burundagi hid bilish retseptorlarini buzadi. Shuning uchun ham hid bilish boshida pasayib, keyinchalik yovib qolishi mumkin. Bunday holatlarda hid bilishni qayta tiklash uchun albatta shu viruslarga qarshi davolanish kerak bo'ladi. Ikkinchi sabab bu burun va burun yondosh bo'shlig'laridagi o'zgarishlar, ya'ni burundagi poliplar, burun to'sig'ining qiyshiqligi va boshqalar. Bular sekin-asta burundan hid bilishni pasaytirib, keyinchalik esa burundan o'tkir hidni ham bilmay qolishga olib kelishi mumkin. Buni ham davosi mutaxassisga uchrab, shu kasalliklarni oldini olish kerak bo'ladi. Uchinchi sabab, jiddiy sabablardan bu bosh miyaga oid, ya'ni markaziy sistema orqali hid bilishni buzilishi. Bunda asosan nerpatologlar yordamida aniqlanadi va ushbu mutaxassislar yordamida kasallik bartaraf qilinadi. Siz qaysi darajada hid bilishingizni bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Biz sizga uy sharoitida qanday aniqlashni yuborib qo'yamiz.